Mana qarang, mana baklashkadagi suvni hozir so'rib olamiz. Mana nasos bo'ladi, mana filtri bo'ladi. Nima so'rab o'tgan bo'lsangiz, mana qurilma bo'ladi. Keling, mana shu qurilmani hozir ruchnoy holatda yoqishni ko'rsataman sizga. Bosib turasiz. Mana hozir 4 minut deyapti. Shuni 5 minut davomida ishlasin deb OKga bitta bossak, mana ovozini eshityapsizmi? Uje nasos ishlab ketdi. Sug'arishni boshladi degani. Mana ko'rib turgan narsangiz, bu tuyidagi gullarga shuna suqib qo'yasiz, bo'ldi. Sug'arish haqida unutasiz degani. Faqat bitta narsa esingizdan chiqib qolmasa bo'ldi. Mana baklashga borib deylik 10 litrmi, 20 litrmi, o'shanda vaqti bilan bir oyda bir tugab qolishi mumkin. O'shani to'ldirib turishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, shu bilan gullaringizni sug'arish haqida qayg'urmasangiz ham bo'ladi. Ana endi vaqti bilan qanaqa sug'aradi deyotgan bo'lsangiz, keling men sizga shuni sistemasini tushuntirib beraman, ishlashini. Xo'p, qarang, bu yerda mana knopkasini aylantirishingiz orqali programmalarga kirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana bu yerda set clock deyapti. Ya'ni vaqtni sozlash, bilasiz-da, endi soat necha bo'lganini kirgizib qo'yasiz, soatni to'g'irlab qo'yasiz. Ana undan keyin start time deyapti. Har kuni kechqurun 9 da sug'arsinmi yoki-da ertalab soat deylik 8 da sug'arsinmi qo'yib qo'yasiz-da, shu bilan bo'ldi. O'sha sug'arish vaqti bo'ladi. Ana endi how long deyapti. Necha minut davomida sug'arsin deyapti. Masalan, 1 minut davomida agar mana bundan suv tushadigan bo'lsa, 1 pilaga yaqin suvni tushirib qo'yadi o'rtoqlar. Demak, yetadi. Agar har kuni sug'aradigan bo'lsangiz, 1 minut davomida ishlaydi. Yoki-da 2 minut davomida ko'proq suvni yaxshi ko'radigan gullar bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga ham qo'ysangiz bo'ladi. Ana undan keyin how often deyapti. Bu degani har kunimi yoki-da 2 kunda birmi, 3 kunda birmi, bir haftada birmi, masalan, yoki-da har 12 soatdami qo'ysangiz bo'ladi. O'zingiz vaqtiga qarab turib, deylik, har kuni sug'arish kerak deb qo'yamiz. Bo'ldi, 10 ni bosib qo'yganingiz bilan sug'arish haqida esdan chiqarib yuborasiz. Har kuni soat 8:00 da 1 minut davomida xullas avtomatik holatda o'zi suvni so'rib, gullarni o'zi sug'arib, tushunyapsizmi? Bo'ldi. Har doim gullaringiz yam-yashil holatda sizni kutib olishda davom etadi. O'rtoqlar, bu qurilmamizning narxi 840 ming so'm chiqyapti. Kerak bo'lsa, kelaverasizlar o'rtoqlar. Aytganda yana bitta buni zo'r fishkasi bor. Buni o'zini mana solnechniy batareykasi bor, ko'ryapsizmi? Ya'ni buni quyoshga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, 3-4 metr kabeli bor. Mana bu yerda quyoshdan o'zi zaryad qiladi degani. Buning ichida batareykasi bor. Bu ham nasos, ham o'zini quvvatlayapti, ham gullaringizni sug'arib qo'yapti. Faqat o'sha aytganimdek, baklashkadagi suv esingizdan chiqib qolmasa bo'ldi, to'ldirib turish. Joningiz sog' bo'lsin. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib yuboramiz.